Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchabsizlarmi? Bugungi darsda biznes menejer bilan tanishamiz. Biznes menejerga kirish uchun ADS menejer bo'limiga kiramiz. Hop, o'tga yozamiz. Mana ADS menejer. ADS menejer kiramiz. Menda kirgan tayyor Facebook akkauntingiz kompyuterga kirgan bo'lsa, sirazi kirib ketadi. Agar kirmagan bo'lsa, Facebook akkauntingizni kirib olishingiz kerak bo'ladi. Открыть ADS menejer bosamiz. ADS menejerga tushdik. Bu yoqda prinsipi hammasi tushunarli. Hop. Biz biznes menejer bilan tanishamiz. Uning uchun mana bu uchta knopkani bosamiz. Настройки kompaniya bo'limiga tushamiz. Bu yoqda mana biznes menejerlar. Oldingi darsda ko'rgan bo'lsak, bitta biznes menejer biznes stranica ochiladi. Shuni aytib o'tamanki, biznes stranica ochganingizda biznes menejer ham avtomatik ochiladi bu yoqda. Misol uchun mana bu yaqinda ochilgan biznes menejer qilamiz. Biznes menejerni ham ikkita ochish yo'li bor. Birinchisi Instagram orqali, ikkinchisi ADS menejer orqali. Hop, bu yoqda hammasi prinsip tushunarli. Mana Facebook stranitsalarimizni, stranitsa ochgandek silida bo'lsa, xuddi o'sha narsa bu yoqda tushadi. Reklamniy akkaunt bu. Reklamniy akkaunt ochish kerak bo'ladi. Men sizlar bilan bitta reklamniy akkaunt ochaman. Soздать reklamniy akkaunt bosamiz. Bu yoqda reklamniy akkaunt nomini yozamiz. Test uchun. Moya kompaniya bosamiz, soздать qilamiz. O'zimizning Facebook akkauntga dostуп berish uchun o'zimizning Facebook akkauntimizni tanlab olamiz. Hammasini galочкani yoqib chiqamiz. Dostуп o'zimizda bo'lish uchun va назначить bosamiz. Va viza karta qo'shib olish kerak bo'ladi. Viza kartani sразу mashitdan qo'shsa bo'ladi. Keyin настройки billingdan ham qo'shsa bo'ladi. Hozir men billingdan qo'shib ko'rsataman sizlarga. Закрыть bosamiz. Выйти bosamiz. Xo'p, mana reklamniy akkaunt ochildi. Reklama yoqishimiz uchun. Endi Instagram akkauntimizni ulaymiz. Mana akkaunt Instagram bo'limiga o'tamiz va Instagram ulashimiz kerak bo'ladi. Mana menda ulangan. Mijozim Instagram akkauntlari ulangan. Target yoqish uchun sizlar kirasizlar, добавить bo'lim bosasizlar, подключить Instagram qilasizlar. Va login parolni yozasizlar, ulanadi xuddi sizlarda ham, xuddi shunaqa. Xo'p, biznes menejerlar hammasini tayyorlagandan keyin уже bemalol target yoqsak bo'ladi. Xo'p. Men sizlarga Instagram o'zidan biznes menejer ochishni tushuntirgandim. Endi Facebook o'zidan biznes menejer ochishni tushuntirib o'taman. Uning uchun kiramiz. Настройки kompaniya bo'limiga kiramiz. Hozir boshqa bitta klientim akkauntini ko'rsataman sizlarga. Davomida Facebook. Hozir moment. Настройки kompaniya kiramiz. Mana xuddi shunaqa bo'ladi sizlarda ham biznes menejer. Xo'p, soздать akkaunt bosamiz. Bu yerga ism yozamiz, biznes menejer ismi. Misol uchun Xatqayum. Va bu yerga рабочий elektron adres yozamiz. Bu yerga ссылка yuboradi. Xo'p, mana bizda bu. Hozir boshqasini oching. Xo'p, bunda bormikan? ADS menejer.
Настройки kompaniyaga kiramiz. Va mana bu yerda biznes menejer sozdат qilinadi. Menda maksimalniy количество sozdат qilingan, juda ham ko'p. Instagram orqali sozdат qilishni ham tushuntirib o'tdim sizlarga. Instagram orqali sozdat qilish uchun kirasizlar. Sozdат новый страницу qilasizlar bundan oldingi darsda va xuddi shunaqa Instagram orqali biznes menejer ochiladi sizlarda. Xuddi shunaqa reklamный akkaunt ochasizlar, Instagram akkauntinglarni qo'shasizlar va keyin уже bemalol target yoqsa bo'ladi. Bu yo'lni o'zida внутренний ochish uchun mana bitta sozdат kompaniya bor. Qilasizlar, ochiladi. Mana bitta ko'rsatay sizlarga mana. Xuddi sizlarda ham xuddi shunaqa ochiladi. Sozdат akkaunt bosasizlar, bu yerga ismni yozasizlar, elektronniy pochta yozasizlar. Elektronniy pochtadan Latifov Zatbek 76.gmail.com. Keyin отправить bosasizlar, sizlarga pochtaga kod keladi. Buning uchun bitta kiramiz, pochtaga o'tamiz. Hozir bularga biznes menejer shartmasligi uchun ko'rsatmadim sizlarga ochib. Hop, mana bunaqa pochtaga kod keladi. Hozir ko'rsataman. Hop, qaniydi. Hop, bu yerda menga jo'natgan, adashmasam. Pochtalarga tasdiqlash anaqasi boradi. O'sha yerga kirasizlar. Facebookga avtomatik kirib ketadi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Menga kelganda adashmasam. Hop. Bitta jo'natib ola qolaman. Hop, отправить bosamiz. Hop, bularda ochilmaydi, уже maksimalniy bularda ham ochilgan. Sizlarda jo'natiladi va pochtalarga hamnaqa metadan keladi. Mana shunaqa narsa keladi. Bu yerga kiramizda ustiga bosamiz, kirib ketadi. Va u yerda Facebook akkauntimizni tanlaymiz va ism yozamiz va bizada biznes menejer ochiladi. Mana shunaqa biznes menejer ochiladi. Men sizlarga ko'rsata olmadim, chunki menda maksimalniy darajada hamma akkauntlarimda biznes menejer ochilgan, chunki proyektlar ko'p.